Tasavvur qiling, Corona Medline klinikasi bitta odam bo'lsa, bizning xodimlarimiz va bo'limlarimiz mana shu odamning qaysi organi bo'lar edi? Keling, birgalikda so'rovnoma o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Corona Medline klinikasi bitta odam bo'lsa, siz qaysi a'zosi bo'lardingiz? Corona Medline bitta odam bo'lsa, biz ko'zimiz. Chunki kirgan bemor birinchi bizni ko'radi, mehr ko'zda deydi-ku. Shunaqa. Endi bu klinikani endi bilmadim, endi o'ylab ko'rish kerak. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Siz bu yerda ish yurituvchisiz. Menimcha asosiy qo'li deb o'ylayman. Qo'lisiz demak, o'ng qo'li. Albatta. Sana beringda jigariman. Assalomu alaykum. Corona Medline klinikasini bitta odam organizmi deb tasavvur qilsak, siz qaysi organi bo'lardingiz? Bilmadim, endi o'zida ko'proq ichki organlarni ko'rganimiz uchun jigar desak ham bo'laveradi. Jigarisiz. Shifoxona Corona Medline'ni o'zimiz sohadan kelib chiqadigan bo'lsak, shu shifoxonani aqldog'i yoki xalqimiz deb tasavvur qilsam bo'ladi. Uchtani ayting-da. Assalomu alaykum. Corona Medline klinikasini bitta odam organizmi deb tasavvur qilsak, siz qaysi organisiz? O'zimizni soha bo'yicha aytadigan bo'lsa, og'iz, burun, quloq shu yo'nalishlar bo'yichada. Eng kerakli organi qulog'isiz. Yo'q. Quloq emasmiz. Odam o'zi bo'laman men. A'zosi emas. Bu yerda xirurg mutaxassisiz, a? Albatta, bu yerda xirurg mutaxassisi. Laparoskopist xirurg. Endi manmanlikka kibrga kirmasa, yuragiman. Kardiologman. Men uzunchon miyasiman. Nevropatolog mutaxassisiz. Albatta, sohamdan kelib chiqib, uzunchon miya, chunki uzunchon miya polni harakatni ta'minlaydi. Shuni inobatga olib uzunchon miyasiman. Kasbimdan kelib chiqib aytsak, teri tanosil kasalliklari vrachiman. Demak, terisiman. Teri qoplamasi. Rahmat. Biz Corona Medline'da eng kerakli oshqozon organimiz. Hazm sistemasi bo'yicha ishlaymiz. Bemorlarda shu qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoq ichak, yara kasalliklarini tekshiramiz, diagnostika qilamiz. Demak, oshqozon. Albatta. Men qon tomiriman. Chunki meni qo'limda ishlaydigan hamma hamshiralar tomirlarga ukol qiladi. O'zim ham operatsiyalarda venasiga ukol qilib uxlataman. Beg'ubor qalbiman. Nima uchun? Chunki bolalarni davolayman. Pediatrman. Bolalar o'zi beg'ubor bo'ladi, men ham ularga o'xshayman deysan. Assalomu alaykum. Corona Medline klinikasini bir odam organizmi deb tasavvur qilsak, siz urolog sifatida qaysi organisiz? Buyuragida albatta. Buyuragisiz. Albatta biz buyuragi, chunki biz urolog kasbimizdan kelib chiqib buyrak siydigonlariga qaraymiz. Shundan eng organizmda eng muhim organ buyrak hisoblanadi biri. Shuning uchun buyrak deyman. Boshqa organ emassiz. Buyrak deb qo'ya qolaylik. Ayol kishimi, erkak kishimi? O'z sohangizdan kelib chiqib javob bersangiz bo'ladi. Men akusher ginekologman. Agar ayol kishi bo'lsa, eng kerakli organiman men. Rahmat. Corona Medline klinikasini bir odam deb tasavvur qilsak, siz qaysi organisiz? Demayapti. U odam cho'ntagi bor. Odamlar cho'ntagi bormi? Cho'ntagi bor. Men cho'ntagiman. Chunki men bosh buxgalterman. Men terapevtman. Ichki a'zolarni ko'rib, davolagan uchun ichaklarman deb hisoblayman. Assalomu alaykum. Siz qaysi a'zosiz? Men Corona Medline klinikasi bir odam deb tasavvur qilsak, eng chiroyli yuziman, chunki hamma videolarda o'zim borman.